16-bob. Babu ma yad'u bihi idan tabaha min al-layli. Kishi kechasi uyg'onib ketsa nima deb duo qiladi? Sen yomon tush ko'rib uyg'onib ketman deydi odam gohida. Uyqum qochib ketdi deydi. Ana shunda nima deb duo qilinadi? 3878-hadis. Junada ibn Abu Umayya Ubadat ibn Somit radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man ta'arra min al-layl faqala hina yastayqizu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Thumma da'a Rabbi ighfir li ghufira lahu. قال الوليد أو قال دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته." Kim kechasi uyqusi qochib ketsa-da, keyin uyg'ongan zahoti mana bu duoni aytsa: La ilaha illallohu wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hammamiz bilamiz bu zikrlarni. Ana shu zikrni aytsa, so'ngra duo qilib Robbi g'firli desa, Allohim meni kechir desa, gunohlari kechiriladi. Qarang, uyg'onib ketib gunoh kechirilishi mumkin ekan. Qayerda bor bunaqa deng? Uyqudan uyg'onib ketsangiz gunoh kechirilyapti. Mana shu zikrni aytsangiz bo'ldi. Nimaga endi bu osongina gunoh kechirib ketiraveramiz deyish mumkin kimdir. Bu oson emas bu. Inson uyqusidan uyg'onib ketgan paytda zikr qila olish uchun zikr bilan yashagan bo'lish kerak odam. Zikr bilan yashab, zikr bilan uxlagan bo'lish kerak. Ana shunda ko'zingizni ochganingizda ham xayolingizga zikr keladi. Aks holda shunday qilaman desangiz ham qila olmaysiz. Uyg'onib ketganingizdan keyin osmonga qarab yotaverasiz. Nima qilishim kerak edi deb. Bu masalan odam nima bilan yashasa, o'sha bilan favqulodda holatlarda ko'rinadi odam. Masalan, tinimsiz zikr qilib yurgan odam tok ursa Allohu akbar deb o'radi. Chunki o'sha bilan yashab yuribdi-da u. Bu ham xuddi shunga o'xshaydi demoqchimiz. Uyg'onib ketgan zahoti ana shu zikrni qilish uchun shu zikr bilan yashab yurgan bo'lish kerak. Keyin istig'for etsa Allohni kechiradi deyaptilar. Valid aytadi roviy. Yoki aytgandilarki, duo qilsa mustajob ham bo'ladi. Ana shu zikrni aytib. Agar endi o'sha uyg'onib ketgan zahoti tursa-da, tahorat qilsa-da, so'ngra namoz o'qisa, namozi qabul bo'ladi. Endi kimdir aytishi mumkin, ha shundoq ham namoz o'qisak qabul bo'lmaydimi? Biz o'qiyapmiz namozlarni. Aksar odam o'ylamay qo'ygan, o'zi qabul bo'lyaptimi namozlar? Shu o'qisa bo'ldi go'yoki. Namoz qabul bo'lishi ham oson narsa emas ekan asl demak. Unga mana shunaqangi bir himmat kerak. Erinmay uyg'onib ketgan zahoti yana nari tomonga qarab yotavermay, turib, tahorat qilib namoz o'qisa qabul bo'ladi deyapti. Bu farz namoz emas. Farz namozga shundoq ham turasiz, xohlang xohlamang. Nafil namoz. Bu eng yoqmaydigan ishlardan odamga. Uyg'onib ketgan bilan odam baribir erinchoq bo'lib yotgan bo'ladi. Turgisi kelmaydi. Ana shu uchun ham unga o'sha erinmay turib tahoratlar qilib namoz o'qisa namoz qabul bo'ladi endi. Endi siz namozingiz qabul bo'lishi, uni ichidagi duolaringiz qabul bo'lishi degani. Oddiy narsa emas bu ya'ni. 3879-hadis. Robiyat ibn Ka'bul Aslamiy xabar qiladilar. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eshiklarining oldida yotib qoptilar. Ya'ni Rasululloh nimalar o'qirkanlar deb eshitish uchun yotib, eshiklarining tagida eshitganlar-da. Eshitarkanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi aytarkanlar. Subhanalloh robbil alamin deb al-hawi degan bir muddat aytardilar. Ana shu takrorlayverganlar ana shu zikrni. Subhanalloh robbil alamin, subhanalloh robbil alamin, subhanalloh robbil alamin bir muddat takrorlayverganlar. So'ngra subhanalloh bihamdi deb zikr aytdilar. Endi hozir sahobiyda bu qilgan ishlari qarang. Eshik tashqarisida Rasulullohni poylab eshitib yotibdilar. Ayg'oqchilik emasmi bu? Ilm uchun qilyaptilar bu, ayg'oqchilik emas ekan demak. Masalan, birovni uyiga borib shivirini eshitib o'tirish asli yaxshi ish emas bu. Quloq bilan birovga ayg'oqchilik qilish deyiladi. Lekin endi bu ilm uchun qilganlar sahobiy buni. Shundan chiqadiki, masalan, ko'pchilik talab ilmlar bir ahli ilmlarni shaxsiy hayotiga qiziqadi.
qanday yashar ekan, qanday yotar ekan, qanday turar ekan deydi. Bu aslida bir shunchaki shaxsiy narsa uchun bo'lsa to'g'ri yaxshilik emas, bu birovning hayotiga qiziqish. Lekin ilm uchun bo'lsa, shunga o'xshab amal qilay deb yomon joyi yo'q uni demak. To'g'ri, aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin hech kim o'rnak emas, shuni bilib oling. Siz ehtimol bir avliyo deb o'ylashingiz mumkin, bir odamni shaxsiy hayotiga qarasangiz oddiy odam bo'lishi mumkin. Shunda bilingki, Rasulullohdan keyin hech kimsa sizga namunalik, o'rnak odam emas. Endi Rasululloh bizga qudva. Lekin endi qiziqishdi, shuning uchun mana ilm uchun bo'lsa, demak bu birovning shaxsiy narsasiga qiziqish deyilmaydi. 3880-hadis. Huzayfa radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechasi uyg'onib ketsalar, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur deb duo qilardilar. Allohga hamd bo'lsin, bizni o'ldirgandan keyin tiriltirdi. Qaytishimiz ham ungadir. Bu yerda ham o'lgandan keyin tiriltirdi deyilyapti. Uyqu o'lim ya'ni. Qaytishimiz ungadir deganda, ya'ni haqiqiy keyin o'lishimiz ham unga. Bu ham uyqudan uyg'ongandagi duo xullas. 3881-hadis. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma min abdin bata ala tuhurin, thumma ta'arra min al-layli, fasa'ala Alloh shay'an min amri ad-dunya aw min amri al-akhirati illa a'tahu." Kimiki qaysiki bir banda tahorat bilan yotsa-da, keyin kechasi uyg'onib ketsa-da, Allohdan biror dunyo ishidan bo'lsin, oxirat ishidan bo'lsin, biror narsani so'rasa, albatta Alloh unga beradi. Chunki tahorat bilan yotib uyg'onib so'rayapsiz. Shunda Alloh beradi.